Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'dek, şir yürek oğlanları. Abbad ibn Beşir. Ensarilardan içinde 3 kişi var. Faziletde hiç kim ulardan üstün turalmaydı. Ular Said ibn Muaz, Usayd ibn Huzeyr, Abbad ibn Beşir qatarlıqlardır. Müminlerinin anısı Ayşe. Abbad ibn Beşir, Muhammed aleyhisselamның peygamberlik çaqırqıga vaz qo'shgan bir nurluq yulduzdur. Navoda siz uni ibadetkarlar içinden izlesangiz, uning taqvo, pak, kechsi Qur'on o'qib qiyamda turg'uchi ekanligini. Navoda uni boturlar orasidan izlesangiz, uning botur, qo'rqmas, Allohning dinini ustun qilish uchun o'zini atagan jasur mujohid ekanligini bayqaysiz. Navoda uni musulmon rahbarlari ichidan izlesangiz, uning musulmonlarga va ularning mol-mulkiga ishonchlik, adil, diyonatlik bir kapolatchi ekanligini bayqaysiz. Hatta Hazreti Ayşe u ve onun kabilesinden bo'lgan 2 ansari haqida to'xtalib, ansarilardan 3 kishi bor. Hech kim fazilatda ulardan ortiq bo'la olmaydi. Ularning uchelisi Abdul Ashhal qabilesidan bo'lgan Said ibn Muaz, Usayd ibn Huzeyr, Abbad ibn Beşir qatorliqlardir degan. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik nurlari Madina zaminida parlashqa boshlaganda Abbad yeshi texi 15dan oshmagan yosh o'smir bo'lib, garchi u texi yoshligining dastlabki bosqichiga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, uningda diyonat, poklik nurlari nurlanib, har bir ish harakatlarida cho'nglarcha tamkinlik va farosat ifodalanib turadi. Abbad Mekkalik yosh tashviqotchi Umayrning yonida aylanib yurib, nihoyat tezla ular orasida iymon ustiga qurilgan do'stlik rishtalari bog'lanib, ularning vujudidagi poklik, axloqliq bo'lishdek xuluqlari bir-birlaridan o'z o'rnaklarini tepishdi. Abbad hamisha mo'ngluq, ta'sirlik ovozda Qur'on o'qiyotgan Mus'abga quloq solatdi. Anglagan Qur'on so'zlari uning yumron qalbiga naqshdek o'rnashib qoladi. U Qur'on o'qishni va uningga amal qilishni o'ziga odat qilgan bo'lib, kech-kunduz mingish turishlarida Qur'onni takrorlaydi. Hatto u sahobalarning orasida yetakchi va Qur'onning do'sti deb nom oldi. Bir kuni kechasi payg'ambar alayhissalom Oyshaning masjidga yaqin silingan hujrasida turib, masjiddan anglayotgan, Qur'onni xuddi o'zining diliga tushirgandek o'z lavzi bo'yicha o'qiyotgan bir ovozni anglagandan keyin, "Ey Oysha, bu Abbadning ovozimi?" deb so'raydi. "Shundoq, ey Allohning payg'ambari" deb javob berdi Oysha. "Ey Alloh, sen Abbadga mag'firat ato qilgan" deb duo qildi payg'ambar alayhissalom. Abbad ibn Beşir payg'ambar alayhissalom bilan barliq urushlarga qatnashgan bo'lib, shu urushlarda uning Qur'onni yod olgan qorilarga loyiq fazilatlari namoyon bo'lgan edi. Uning bir misoli payg'ambar alayhissalom Zatiriqa urushidan qaytib kelib etib, kechini o'tkazish uchun bir jilg'iga tushkun qildi. Bu urushda musulmonlardan biri bir mushrik ayolni asir olgan edi. Uning mushrik eri ayolining asirga ilinganligini anglab, qo'shinning orqasidan qo'g'lab yetib, ularning qinini to'kmigicha qaytmaydiganligi to'g'riliq butlari Lat va Uzza bilan qasam ichdi. Musulmonlar tushkun qilgan bu jilg'iga ot uloqlarni joylashtirib turishiga payg'ambar alayhissalom ularga "Bu kecha kim kuzatchilik qiladi?" deb so'radi. Abbad bilan Ammar ibn Yasir tangla "Biz" deb o'rinlardan turishdi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgandan keyin bu ikkisini qarindosh qilib qo'ygan edi. Bu ikkisi birlikda jilg'i eg'iziga chiqdi. Abbad qarindoshi Ammardan "Kechining qaysi yerimda uxlaysan? Avvaldimi yoki oxirdimi?" deb so'radi. "Men burun uxlay" deb yaqinli yerda yotdi Ammar. Kecha tinish edi. Yulduzlar, dal-daraxtlar, tosh tuproqlar Allohga madiya o'qishatdi. Bu chaqda Abbadning dili ibodat qilishni xohlab, Qur'on o'qishga qiziqdi. U Qur'onning namozda o'qigan vaqtidagi shirinlik tuyg'usini yaxshi ko'radi.
u namozning manfaati bilan namozda o'qilgan Qur'onning manfaatini teng elishni yaxshi ko'radi. U qiblaga yuzlanib namoz o'tirdi va nihoyatda mo'nliq, shirin bir ovozda Sura Kahfni o'qishga boshladi. Abbot buyuk ilohiy bir tuyg'uning bag'riga sho'ng'ib ketayotganda, yiliqi mushrik ayolning eri bu yerga yetib keldida, jilg'i eg'izda tik turgan birini yiroqdan ko'rib, bu Muhammadning kuzatchisi. Boshqalar cho'qim jilg'i ishida deb o'ylab, o'qiyosini batlab, o'qni dal Abbotga qaratib nishonlab otdi. O'q uningga tegdi. Ammo Abbot o'qni yulib ilib etib, namozini davomlashtirdi. Yana bir tal o'q tegdi. U unimi ilib etib, namozini davomlashtirdi. Uchinchi tal o'q tekkanda, Abbot bu o'qni ilib etib, o'mlab borgunicha Ammarni uyg'otdi va uningga: "Ey Ammar, o'rningdan turgan. Meni jarohat ojizlashtirib qo'ydi", dedi. Yiliqi bularni ko'rib qochib ketdi. Ammar Abbotning 3 yerdan eqiyotgan qonni ko'rib: "Ya subhanalloh, birinchi tal o'q tekkandila meni chaqirsang bo'lmasmidi?" dedi. "Men shundoq bir surani namozda o'qiyotgan edimki, uni oxirlashtirmay turib namozni tamomlashni xohlamadim. Alloh bilan qasamki, Payg'ambar alayhissalomning bizni saqlashga buyurgan bu jilg'i eg'izning bexatarligini demagan bo'lsam, menga qanchalagan o'qlarning tegib, hatto jinimning chiqib ketishidan qat'iy nazar, men bu surani uzib qo'yishni xohlamaydim." Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifaligi davrida nurg'un musulmonlar dindan yinib, Musaylima kazobning orqasidan agishib, murtad bo'lib ketganda, yolg'onchi Musaylimani yo'qotish, dindan yanganlarni islom diniga qaytarib kelish uchun Abu Bakr zo'r bir qo'shin tayyorlab yo'lga soldi. Abbot bu qo'shinning oldingi sepida edi. Abbot bu urush davomida Ansariylar bilan muhojirlarning orasida bir-biriga yurinib olish sababidan kishining ichini echishtirgudek va g'azablantirgudek bir holatning shakllanib, urushda hech bir natija qo'lga kelmayotganligini, ular o'tirsida bo'layotgan bir-birini o'rinsiz ayblashlarining yomon oqibatga yuzlanayotganligini ko'rib, har kim o'z mas'uliyatini o'z ustiga olishi, haqiqiy sabrlik mujohidlarni bayqab, ularning rolini to'liq joriy qildirish uchun bu ikki guruhni bir-biridan ayirish kerakligini tunib ketdi. Oldida bo'ladigan keskin urushning oldingi kechasi Abbot ibn Bishir tushida osmonning ichilganligini, osmonga kirganda osmonning uni o'rib olib, ishkini etib olganligini ko'rdi. Tong otgandan keyin u tushini Abu Said Xudriyga so'zlab berib: "Ey Abu Said, Alloh bilan qasamki, bu shahidlikning bishorati", dedi. Quyosh ko'tarilib, urush boshlanganda Abbot egiz bir yerga chiqib ko'pchilikka: "Ey Ansariylar guruhi, sizlar kishilar to'pidan ayrilib bir tarafga chiqinglar. Sizlar qilichinlarning g'iloblarini sundirib tashlanglar. Islom sizlarning sababinglardan mag'lubiyatga uchrab qolmasin", dedi. U so'zini takrorladi. Uning atrofiga Sobit ibn Qays, Biro ibn Malik va Payg'ambar alayhissalom qilich egisi deb nom bergan Abu Dujana boshchiligidagi 400 ga yaqin kishi to'plandi. U atrofidagi kishilar bilan birga saplarni qilichlar bilan yerib, o'liklarni ko'ksilari bilan ittirib olg'a ilgirildi. Yolg'onchi Musaylimaning hayvisi yerga urilib, oxiri u odamlar bilan Hadiqatul Mavta deb atalgan bog'ning ichiga kirib oldi. Abbot ibn Bishir bu bog'ning temi tövida qonga milangan holda shahidlik oldida yerga yiqildi. Uning jasdida o'q tekkan, qilich urilgan va nayza sanjilgan bir qancha yara izi bor edi. Kishilar uning jasdini burun uning badanida bor bo'lgan ba'zi bir alomatlar orqali nihoyatda tasdiqlandi. Alloh uning Qur'on o'qigan diliga nur ato qilsin. Uning o'rnini jannat qilsin. Shuningdek, Alloh bizga sog'lom iymon, pok qalb, haqiqiy go'zal islomiy axloq ato qilsin. Ham bizning har bir amalimizning Alloh roziligi uchun bo'lishiga nasib qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketdi Ömer Osman Nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari